Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, men Assalomu alaykum. materiallarni gruppaga Ana menda tashlab savol qo'yaman. bor edi. Ha, materiallarni gruppaga tashlab qo'yaman. Demak, hozir darsimizni o'tib olamiz vaqtida, keyin ulgurmagani tashlab yuborilgan material bilan ishlayveradi. Ustoz, Marhamat. ustoz, Xo'p, menda bitta 7-chi nima bo'yicha savol bor edi. 7-chi xossa bo'yichami? Aha, qarang-da, hozir bizlarga qo'shish nimasini qo'yadigan bo'ldik, to'g'rimi? Ha, ikkita Agarda masalan a plus x yoki b plus y da minus bo'lib qoladigan bo'lsa ham qo'llay olamizmi shu narsani? ha, minus bo'lsa ham qo'llayveramiz. O'rtaga plus ketadi, faqat O'rtasi minus minus bo'ladi, y mana bu yerda bo'ladi, mana bu yerda. Minus Biz ishora bilan almashtiramiz. bilamiz-ku, ayirish algebrada u qo'shish bilan bir xil, faqat manfiy sonni qo'shish bilan bir xil. Shuning uchun manfiy bo'lsa ham bitta plus yozaveramiz. Mana bu yerga minus y yozib qo'yamiz. Katta rahmat. Shuni so'ramoqchi. Xo'p, endi keyinlar yana bir keyingi xossalarga kerak bo'ladigan tushunchalar, minor va algebra to'ldiruvchilar tushunchasi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, mana birinchi navbatda mana shu tushunchalar kerak bo'ladi keyingi xossalarni bayon qilish uchun. 5-tarif. N'inchi tartibli determinantda a i j element joylashgan satr va ustun o'chirilsa n-1 tartibli determinant hosil bo'lib, uni a i j elementining minori deyiladi va m i j harf bilan belgilanadi. Mana ta'rif. Demak, a i j elementining minorini topish uchun i'nchi satr va j'nchi ustunni o'chirar ekanmiz. O'shani natijasida bitta satr, bitta ustun o'chgandan keyin determinanti qatorlari bittaga kamayadi, to'g'rimi? Ustuni ham, satri ham. n-1 tartibli determinant hosil bo'ladi. Bu ham determinant, chunki uni ham ustuni bilan satri bir xil. Faqat bittaga kam. Ana shu n-1 tartibli determinant o'sha elementning, haligi a i j elementining nimasi deyilar ekan? Minori deyilar ekan, mana bunday belgilangan ekan. Demak, biror bir elementni minori degan tushunchani tushunib olishimiz kerak ekan. Demak, determinant berilgan bo'lsa elementlari bilan a i j, men hali yuqorida aytdim, qulay. I bu satr nomerini bildiradi, j ustun nomerini bildiradi. Ana shu element, ixtiyoriy elementini minorini topish uchun ana shu element joylashgan satr va ustunni o'chirib yuboramiz. Nima hosil bo'ladi? Qolgan elementlarni joy-joyida yozamiz. Yozsak yana determinant hosil bo'ladi. Faqat tartibi bittaga kam. Ana shu determinant o'sha elementning minori deyiladi. Mana masalan, mana bu yerda ko'rsatyapmiz. 3-tartibli determinant berilgan, mana a1 a1 2 a1 3 a2 2 2 a3 3 3 2 3. Determinant 3 deyapmiz. m2 nima degani m2? Bu kichkina a2 elementning minori. Ya'ni boshqa aytganda, ikkinchi satr birinchi ustuna joylashgan element minor. Mana ikkinchi satr birinchi ustuna joylashgan elementni minori. Nima qilish kerak? Ikkinchi satr va birinchi ustunni o'chirib yuboramiz. Mana buni o'chirib yuboramiz, buni o'chirib yuboramiz. Nima qoladi? Mana bu elementlar qoladi. Uni yozib chiqamiz. a1 2 a1 3 a3 2 a3 3. Bu 3-tartibli determinant edi. Buni 2-1 elementining minori ikkinchi tartibli determinant qoldi. Bu ham determinant. Xuddi shunga o'xshagan, masalan, 3 elementning minorini topadigan bo'lsak, 3 deganimiz bu 3-satr, 3-ustun. O'chirib tashlaymiz. Mana bu ikkitasi qoladi. Mana ularni yozib chiqamiz. Xuddi shu tartibini o'zgartirmasdan. Nima bo'ladi shunda keyin? Yana ikkinchi tartib determinant. Bu ham endi a3 elementi minori. Shunga o'xshagan a2 ham. a2 uchun ikkinchi satr, ikkinchi ustunni o'chiramizda qolgan elementlarni tartibini o'zgartirib yozib chiqamiz. Mana shunaqa qilib elementning minori tushunchasi kiritiladi. Endi minor bilan birgalikda mana m minorni eslatadi. Minor bilan birgalikda doim u bilan birga bog'liq tushuncha yuradi. Bu algebrai to'ldiruvchi. Elementning algebrai to'ldiruvchi. Yuqoridagi elementni minori edi. Endi algebrai to'ldiruvchi. Mana bu yerda ta'rifga e'tibor bering. N'inchi tartibli determinantda a i j elementining algebrai to'ldiruvchisi deb -1 darajasi i plus j ishora bilan olingan minorga aytiladi va a i j orqali belgilanadi. Boshqa aytganda, sodda aytganda, o'sha a i j elementining algebrai to'ldiruvchisi o'sha minorini, o'shani element minorini biz yuqorida ko'rsatdik-ku. O'sha minorini -1 darajasi i plus j ga ko'paytmasga teng. Ana.
Demak, buning uchun nima qilish kerak ekan algebra to'ldirib topishni? Oldin minor topilar ekan, minorni tushuntirdik, topilar ekan. Keyin o'sha minorni -1 darajasi i plus j ga ko'paytirish kerak ekan darajasi. I j lar nimaligi ma'lum. I satr nomeri, j ustun nomeri. Demak, algebra to'ldiruvchi agar i plus j ni yig'indisi juft bo'lsa, minor bilan bir xil bo'ladi. Agar i plus j ni yig'indisi toq bo'lsa, u minordan ishora bilan farq qiladi. Endi shu yerda i plus j ga adabiyotlarda shunaqa tushuncha ham berilgan. I plus j ga o'sha elementni joylashgan o'rni deyiladi. O'rni. Masalan, i plus j juft bo'lsa, element juft joyda joylashgan deyiladi. Agar i plus j toq bo'lsa, toq o'rinda joylashgan. Mana masalan, a 1 va 2 qanaqa o'rinda joylashgan? Toq. Nimaga? 1 plus 2 3. A 1 va 3 juft 1 plus 3 4. Demak, uni elementni olib, indeksi bo'yicha satr va ustun nomerlarni qo'shsangiz, juft chiqsa element juft o'rinda joylashgan. Toq bo'lsa, toq o'rinda. Demak, juft o'rinda joylashgan elementlar uchun algebra to'ldiruvchi va minor bir xil bo'lar ekan. Toq o'rindagilar uchun ishora bilan farq qilar ekan. Xo'p, davom etamiz. Mana misol berilyapti. Mana shu algebra to'ldiruvchi uchun mana bu misolni ko'raylik. Mana 3-tartibli determinant qulay bo'lish uchun oddiy sonlar olingan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Shu yerda a 1 1 bu nima degani? 1 1 elementning algebra to'ldiruvchisi topish uchun nima qilish kerak ekan? Shu birinchi satr birinchi ustuni o'chirib yuboramiz. Mana 5 6 8 9 qoladi. Keyin o'shani -1 ni o'sha 1 1 qo'shib 1 2 ni darajasiga ko'paytiramiz. Mana -3 chiqar ekan. A2 ni topish uchun nima qilish kerak? Algebra to'ldiruvchini topish uchun ikkinchi satr mana, ikkinchi satr birinchi ustun. Qani ikkinchi satr mana, birinchi ustun mana 4 element. Yo'q, ikkinchi satr birinchi ustun. 4 mana. Shuni o'chirib yuboramiz. O'chirsak 2 3 8 9 qoladi mana. Bu determinant, ikkinchi tartibli determinant. Yozamizda -1 ni 2 plus 3 darajasi, ya'ni 3 ga ko'paytiramiz. Xuddi shunga o'xshagan 3 2 ham. 3-satr ikkinchi element, 3-satr ikkinchi mana 3-satr ikkinchi ustun. To'g'rimi? 3 2 mana 3-satr 2 mana buni o'sha tashlaymiz. 1 3 4 6 qolar ekan mana. Buni -1 ni 3 plus 2 5-darajaga ko'paytiramiz. Mana ko'ryapsizlar, 3-tartibli determinant uchun algebra to'ldiruvchilar va minorlar bitta tartibi past bo'ladi, ikkinchi tartibli bo'ladi. Va hokazo. 4-chi uchun 3-chiga tushadi, 2-chi uchun oddiy bitta songa o'tib qoladi. Xo'p, endi 9-xossa. Mana shu ikkita tushunchadan foydalanib, algebra to'ldiruvchi minor tushunchasini qildirib, yana ikkita xossasini beramiz. 9-xossa. Ixtiyoriy satr elementlarini, demak, determinantda ixtiyoriy satr elementlarini o'zlarining algebra to'ldiruvchilariga ko'paytirib qo'shsak, determinant qiymati hosil bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar. Ixtiyoriy determinantda ixtiyoriy qator elementlarini o'zlarining mos algebra to'ldiruvchilariga ko'paytirib qo'shsak, determinantni qiymati hosil bo'ladi. Bu nima degani bu? Mana masalan bizga mana determinant berildi. 3-tartibli determinant mana standart ko'rinishda berildi. Biz uni aytilyaptiki, shu determinant qiymatini topish uchun, albatta o'zini formulasi bor. Men yuqorida berganman. 3 ta musbat, 3 ta manfiy. Lekin xossasi ham bor demoqchi. Xossasi nimadan iborat ekan? Xossasi masalan mana bu yerda A1 A1 2 A1 3. Demak, birinchi satr elementlaridan foydalanyapti. Demak, birinchi satr elementlarini deyapti, o'zini algebra to'ldiruvchilariga ko'paytirib qo'shib chiqsangiz, mana shu son determinantning qiymatini beradi. Mana o'zi xossalar bizga ishlayapti. Chunki A1 A1 lar o'zi ikkinchi tartibli determinantlar. Ana shu yerda endi o'z ko'z oldingizga keltiring. Haligi almashtirishlar yordamida, o'sha 7-8-xossa yordamida siz birinchi qatorda ikkitasini masalan 0 ga aylantirib olgan bo'lsangiz, mana 0 ga aylantirib olgan bo'lsangiz, faqat bitta qolgan bo'lsa, determinantni hisoblash juda oson bo'lib qoladi. Chunki mana bu ikkita xat ularni algebra to'ldiruvchisi necha bo'lishidan qat'iy nazar oldidagi anaqasi ko'paytuvchisi 0 bo'lgani hisobiga 0 bo'lib ketaveradi. Uni hisoblamaysiz. Faqat bittani hisoblaysiz. Mana misol bitta joyda ko'rinishi demoqchiman. Ya'ni buni mana shu formulani xohlasangiz ikkinchi satr uchun ham qo'llasa bo'ladi mana. Demak, o'zini mos algebra to'ldirish. 3-satr uchun qo'llasa bo'ladi. Buni endi ustunlar bo'yicha qilsa ham bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'ying, ustunlar. Chunki biz qator deyapmiz. Qator deganda yo satr yo ustun tushuniladi. Endi isboti
anaqa murakkab emas. Ochib borib o'sha qoidalar bilan qilsangiz keltirib chiqaramiz. Buni o'sha ta'rifidan foydalansangiz ham bo'ladi yoki determinantni hisoblashdan ham foydalanib chiqarsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda xususan mana masalan bitta boshqa sonlar qo'yilsa ham shu sonlarni algebra to'ldirish ko'paytirib qo'shib bo'ladi. Bu yerda qulayligi shuki, mana bu element bilan element indeksi bilan algebra to'ldirinchi elementlar indekslar bir xil bo'ladi. Shu sizni adashtirishdan saqlaydi, adashib ketmaysiz unda. Ya'ni o'zini mos algebra to'ldirishni ko'paytirish kerak. Xo'p, endi 10-xossa. Agarda berilgan ixtiyoriy determinantda ixtiyoriy qator elementlarini boshqa qator elementlarni algebra to'ldirishga ko'paytirib qo'shilsa, natija 0 ga teng bo'ladi. Bu nima degan so'z? Bu degan so'z mana yuqorida 19-xossada ko'rdik. Biror bir qator elementlarni o'zini algebra to'ldirishga ko'paytirib qo'shsak, qiymati determinant kelib chiqyapti. Bu yerda endi 0 bo'lishni nima deyapti? Mana masalan 2-1, 2-2, 2-3. Demak, ikkinchi satrni oldik va o'zini har bir elementini o'zini algebra to'ldiruvchisiga emas. Balki birinchi satrni algebra to'ldiruvchisiga ko'paytirib qo'shsak, natija 0 bo'ladi. Demak, mana e'tibor bersangiz, bu yerda A21, A22, A23 lar mana ikkinchi satr elementlarini o'zini algebra to'ldiruvchisiga ko'paytiryapmiz. Buniki A katta A21 bo'ladi. Bunikiga ko'paytiryapmiz. Bunikini bunga. Ya'ni boshqa bir qator parallel qator mos algebra to'ldiruvchiga ko'paytirib qo'shsak, natija 0 chiqadi. Buni isboti xuddi bemalol o'sha hisob kitobidan foydalanib, determinantni hisoblashdan foydalanib bemalol keltirib chiqarishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda agar mana ularni hisoblasangiz, A1 bilamiz-ku endi nima qanaqa bo'lishini. A1 deganimiz mana buni o'chirib yuborishdan hosil bo'lgan, mana bu. Shuni A2 ga ko'paytirib, kimini ko'paytirsangiz, natija 0 chiqadi. Buni bemalol nima qilish mumkin? Bu yerda ko'rish mumkin. Xo'p, xuddi shuningdek, boshqa qatorlarni boshqasiga ko'paytirsangiz ham xuddi shunday 0 lar bo'ladi. Endi mana misol aytilgan xossalarga doim misol ko'ramiz. Quyidagi determinantni ikkinchi satr bo'yicha yoysak. Endi shu yerda bir narsa aytib ketish kerak, misolga o'tishdan oldin. Mana bu 9-xossamiz bizga juda qulaylik tug'diradi. Uni ba'zi holatlarda o'sha determinantni hisoblashda uni biror bir qator elementlari bo'yicha yoyib hisoblash ham deb ataladi. Biror bir qator elementlari bo'yicha yoyib hisoblash ham deyiladi. Ya'ni xususan bu yerda e'tibor bersangiz, demak determinantni hisoblash uchun o'sha biz sizga bergan 6 ta hadlik formula 6 ta hadini 3 tasi musbat, 3 tasi manfiydan topish bilan birgalikda uni biror bir qator elementlari bo'yicha yoyib hisoblasangiz ham bo'lar ekan. Chunki bunda 9-xossa ishlar ekan. Yoyib hisoblash degani qanaqa bo'ladi? Biror bir qatorni tanlaysiz, o'sha elementlarni algebra to'ldirishga ko'paytirib qo'shib chiqasiz. 3 ta had bo'ladi. To'g'ri, bu yerda mana algebra to'ldiruvchilar ular determinantlar, lekin haligi men aytgan elementlarda ichida nollari bo'lsa, bu ish juda oson bo'lib ketadi. Shuning uchun bu xossamizni demak shunday deb atash mumkin, determinantni biror bir qator elementlar bo'yicha yoyib hisoblash deb atash mumkin. Mana shunga doir misol ko'raylik mana. Quyidagi determinantni ikkinchi satr bo'yicha yoysak deyilyapti. Mana ikkinchi satr bo'yicha yoyish. Demak, bu yerda nechinchi tartib determinant bo'lyapti? Mana o'zingiz ko'ryapsiz. 4-tartib determinant. 4-tartib determinantning qoidasini biz hisoblash formulasiga ega emasmiz, lekin hozirgi 9-xossa unga ishlaydi. O'shaning uchun qaysi qatorda nollar ko'p? Ikkinchi satrda. Demak, ikkinchi satr bo'yicha yoyib hisoblaganingiz ma'qul. Chunki mana uni ko'paytirsak, oldida algebra to'ldiruvchisi necha bo'lishidan qat'iy nazar 0 hisobiga bu hadlar yo'q ketadi. Faqat bitta qolar ekan mana bu had. Demak, ikkinchi satr bo'yicha yoyamiz. 0 ko'paytiruv qandaydir algebra to'ldiruvchi 0, u 0 ko'paytiruv, yana boshqa algebra to'ldiruvchi 0, bu 0 ko'paytiruv 0. Ularni yozib ham o'tirmadik, chunki oldida 0 bor. Faqat 2 qoladi. 2 ko'paytiruv nima bo'lyapti? -1 ni 6-darajasi. Nimaga -1 ni 6? Sababi ikkinchi satr 4-ustun. Ko'paytiramiz. Endi shuni mana shuni algebra to'ldiruvchisi. Algebra to'ldiruvchisi ko'p bunday maqvarsiz minoriga. Xo'p, mana bunday algebra to'ldiruvchisiga to'g'ri. Algebra to'ldiruvchisi minor bilan farq qiladi, mana -1 bilan. Mana shuni mana maqvarsak, o'chirib qolsak, mana 1 2 3 -1 4 3 va 0 0 1 hosil bo'lyapti. Ya'ni 4-dan 3-ga tushdik. 3-da endi bizda nima bor? Formula bor birinchidan. Birinchidan formula bor.
Xohlasak formula bilan hisoblaymiz. Xohlasak yana qarasak 3-satrda yana 3 ta elementdan ikkitasi 0. Demak, 3-satr bo'yicha yoyib yuborsa bo'ladi. Bular turaveradi joyida. Mana 2 ko'paytirib -1 ni 6 suradi. 3-satr bo'yicha yo'raveramiz. Ikkitasi yo'q ketadi, 1 qoladi. 1 ni bu yerda endi 1 ni o'sha har qanday darajasi 1 bo'lgani uchun, demak bu yerda 1 ni o'zini yozib oldik mana. 1 ni o'zini yozdik. Bu yerda buni darajasi ham algebra to'ldiruvchi bo'yicha hisoblagan bo'lsak 1, 2, 3 bo'lyapti. 3-chi ustun, 3-chi anaqa satr. Buni agar 3 + 3 6 bo'ladi. -1 ni 6-chisi, demak bittasi holati uchun mana uni hisoblab ketyapmiz. Bu 1 chiqadi. -1 ni 6-chisi 1 bo'ldi. Keyingisi mana bu yerda paydo bo'ldi. Endi buni o'zini algebra to'ldiruvchisini olamiz. 1, 2, -1, 4. Bu ikkinchi tartibli determinant hisoblash juda oson. Demak, mana bu 1, mana bu -1 ni 6-chisi. Bu bunisi keyingisidan hosil bo'ldi. Buni hisoblash oson, javobi ham keltirib chiqaryapti. Agar shuni bilmaganimizda 4-chi anaqani tartibli determinant hisoblashda qiyinchiliklar bo'ladi, murakkab. 3 ga olib keldik, 3 dan 2 ga. Qatorlar bo'yicha yoyib hisobladik. Endi yuqori tartibli determinantni hisoblashda o'sha yuqorida aytgandek determinant tartibini pasaytirish usuli bilan ishlanadi. Determinantni tartibini pasaytirish. Savol bor edi, domla. Marhamat, marhamat. O'sha -1 da 6-ni siqib ketyapsiz-ku. Nima bu? -1 da 6-ni siqib ketyapsiz. Ha, -1 ni 6-chisi 1 bo'ladi-da mana. Yo'q, 1 bo'ladi, bilaman. Qatdan qilib ketyapsiz -1 da 6-sini. Ikkinchi satr, ikkinchi qator 4-chi satrda. Sababi ikkalasini qo'shyapti. Sababi biz bu yerda mana bu determinantni hisoblash uchun, uni hisoblashda ikkinchi satr elementlari bo'yicha yoyib hisoblamoqchimiz. Shuning uchun mana bu bo'yicha yoysak 3 tasida 0 bo'lgani uchun yozib ham o'tirmadik. Faqat 2 ga qoldi. 2 ko'paytiruv bo'ladi. Mana bu xossa bo'yicha esingizda bo'lsa, mana anaqani berdim 9-xossada. Har bir determinantning qiymati uni mos qator elementlarni mos algebrai to'ldiruvchilar ko'paytmalariga teng. Demak, men mana shu bo'yicha hisoblayotgan paytimda, mana shuni algebra to'ldiruvchisini olishim kerak. Algebra to'ldiruvchisi qanday olinadi? Oldin minor olinadi. Minor bu determinant, to'g'rimi? Keyin mana shu element joylashgan juft o'rinda anaqa darajasi olinadi -1 da. Mana masalan bu yerda algebra to'ldiruvchini topish uchun oldin minor olishga to'g'ri keladi-da baribir. Chunki minor qulayroq-da olish. Minorni olish uchun nima qilish kerak? O'sha element joylashgan satr o'sini o'chirib yuborib, yangi determinant hosil qilamiz. Endi algebra to'ldiruvchi minor bilan bunday bog'langan-ku, mana. To'g'rimi? Mos minorini o'sha -1 ni i + j ga ko'paytirishingiz kerak. Bu yerda 2 va 4 bo'lgani uchun -1 ni 6-chisi bo'lyapti-da. Bizga algebra to'ldiruvchi kerak. Determinant bu minor. O'shaning uchun bu yerda shunday bo'lyapti. Ustoz, menda savol bor edi. Xo'p. Qaranglar, masalan, bu 4-chi nima tartibida 3 ta 0 berilyapti ikkinchi qatorda, to'g'rimi? Agar shu 3 ta 0 bo'lmay, 2 ta 0 bo'lganda-chi? 2 ta 0 bo'lganda, 2 ta 0 bo'lganda. 2 ta 0 bo'lganda o'sha qatorni o'sha 7-8 xossalaridan foydalanib turib, biror bir qatorni hadlarini biror bir songa ko'paytirib, o'shanga qo'shib yorib, masalan, 3 ta 0likka olib kelishga harakat qilsak ham bo'ladi. Shunaqa qilib harakat qilardik, ana misol, soddalashtirish uchun. Chunki masalan, mana misol uchun mana shu qator bilan buni qatorda masalan mana buni 0 qilish uchun nima qilish kerak? Mana shu elementni 1 ga ko'paytirib qo'shib yorsak, mana 0 bo'ladi. Yoki buni 0 qilish uchun mana buni 1 ga ko'paytirib qo'shib yorsangiz, yoki mana uni 1/4 ga ko'paytirib qo'shib yorsangiz, mana qatorni. Mana 0 bo'ladi. Mana shunaqa qilib, agar ikkitasi 0 bo'lib, ikkitasi son bo'lsa, qulay anaqaga olib kelib, masalan, o'rnini almashtirishimiz mumkin. Buni o'rniga olib kelib, masalan, pastga olib tushib, 4-chiga qaratib, o'rnini almashtirib turib, keyin kerakli bir satrni yordamida kerakli songa ko'paytirib qo'shib yorib, o'sha elementni 0 ga aylantirish mumkin. Shunaqa yo'llari bor. Shuning uchun bu yerda har qanday sharoitda 0 ga aylantirish kerak-da, to'g'rimi? Yo'q, 0 ga aylantirmasak, ikkita bo'lsa ham bemalol hisoblashingiz mumkin. Mana bunaqa qo'shiluvchidan ikkita bo'ladi-da. Masalan, mana 2 o'rniga 0 ketsa, bunda bitta son tursa, o'sha songa mos mana bunaqa ifoda plus mana bu keyin. Mana shunga yana bitta qo'shimcha bo'ladi. O'zi umuman olganda 0 bo'lish shart emas. Masalan, 4-chi tartibli determinantni elementlar 0 lardan farqli bo'lsa ham, ixtiyoriy qatori bo'yicha yo'q hisoblash mumkin. Faqat mana shunaqangi hadlardan
unda 4 dona bo'ladi-da, 4 ta bo'ladi. Tushuntirib oldim? Masalan, mana bo'yicha ham yozsa bo'ladi. Mana bu birinchi bo'yicha ham yozsa bo'ladi. Shuni joyini o'zining nimasini o'chirib tashlanadi-da, o'zini qatoridagi tepaga, pastga o'chirib tashlanadi, to'g'rimi? To'g'ri, u o'zgarmaydi u qoida. O'zini masalan, mana bu birinchi qator bo'yicha yozib hisoblasa ham bo'ladi. Nima deydi buni? Demak, mana bu birinchi qator elementlarini mos algebra to'ldirishga ko'paytirib qo'shsak, mana shu determinant qiymati kelib chiqadi, hisoblaymiz. Ya'ni 1 ni olamiz, uni algebra to'ldirishini olamiz. Buning uchun o'chirib, minorini -1 qilib olamiz. Keyin 2 ga o'tamiz. Lekin mana bunaqa ko'rinishdagi xatlardan 4 dona bo'ladi-da. 1 uchun, 2 uchun, 3 uchun, 4 uchun. Mana nimaga biz ikkinchi qatorni tanladik, birinchini emas? Sababi bu yerda 3 ta hadi 0. Bizning hisob kitobimiz oson bo'ladi. Shuning uchun faqat. Lekin kimdir siz ichingizda keling birinchi qator bo'yicha hisoblaylik desa, u ham hisoblasa bo'ladi. 4 ta shunaqa son chiqadi. Javobi mana bu formula bo'yicha bir xil chiqaveradi baribir. Mana 9-xossa bo'yicha. Mana bu formulamiz bor-da baribir. Mana ixtiyoriy qator elementlari bo'yicha yozsa bo'ladi. O'sha elementni algebra to'ldirishga ko'paytirib qo'shsangiz, determinant qiymati chiqaveradi. Tushundim, katta rahmat. Endi qadrli talabalar, bu yerda mana yuqori tartibli determinantlarni hisoblashda endi determinant tartibini pasaytirish usuli bor, keyin determinantni 3 burchak ko'rinishga keltirish degan usullari bor. Bunga endi biz hozir umumiy holda fikr beramiz. Uni masalan amaliyot darsida mustahkamlash mumkin. Biz sizga hozir mana shu determinant tartibini pasaytirish usuli bo'yicha tushuntirdik. Mana shu bilan demak cheklanamiz. Masalan, shunga doir misol ham ko'rishimiz mumkin. Mana masalan determinant tartibini pasaytirish usuli. Determinantni biror satr elementlarini bittasidan boshqalarini nolga aylantirib, shu satr bo'yicha yoyish usuli. Haligi savol berildi. Mana masalan mana bunga qarasak. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana 4 ta satrlik, 4 ta satr, 4 ta qatorlik unaqa determinant bo'lyapti. Endi mana shu yerda shuni bittasidan boshqa hammasini nolga olib kelib, keyin yoyib hisoblamoqchimiz. Masalan, mana birinchi satr hammasi nol bo'lyapti. Uni qanday qilinyapti? Uning uchun e'tibor bersangiz, bu yerda mana tak 2 - 1 2 0 mana bu mana masalan qarang. 4-satr o'zgarmayapti, 3-satr o'zgarmayapti. Xo'p, mana bu satr ikkinchi satr bilan birinchi satr o'rin almashyapti. Mana o'rin almashtirib oldik, oldiga minus chiqarib qo'ydik. Mana bu ikkinchi satr bilan uchinchi satrni almashtirdik, chunki qulayroq shunda ishlash. Endi mana shu ko'rinishga olib kelgandan keyin, maqsadimiz mana bu yerda shunday bo'lyaptiki, oxirgi ustundan foydalanib, mana bu 3 ta elementni nolga aylantirish. Mana, chunki oxirgi ustun o'zi o'zgarmay kelyapti. Qanaqa qilamiz buning uchun? Endi mana bu nolga aylantirish uchun nima qilish mumkin? Demak, bu yerda 3 1 2 ga o'zi mana bu 0 bo'lib turibdi. Demak, o'zi shunday qolaveradi bu. Endi mana buni nolga aylantirish uchun bizda 1 bor. Buni nolga aylantirish uchun nima qilish kerak? O'zini o'ziga qo'shib yuborish kerak, to'g'rimi? O'zini o'ziga qo'shib yuborsangiz, mana bu 4-chi ustunni 2-chi ustunga xatma-xat qo'shib yuborsangiz, mana bu 0 bo'lib ketadi, bu ham 0 bo'lyapti. Agar shu yerda bu son bilan bu son to'g'ri kelmasa, mana buni kerakli bir son ko'paytirib ham qo'shib yuborsa bo'ladi. Biz aytdikki, xossamiz ham bor. Biror bir qator elementlarga boshqa qator elementlarni ko'paytirib qo'shsa o'zgarmaydi qiymati. Shuning uchun mana hozir qo'shib yuborsangiz bu 0 bo'ldi. Endi mana buni qo'shib yuborsangiz 6 bo'ldi. Buniki -1 bo'ldi. Mana bunda o'zi biz mana 0 ga ega bo'ldik. Bizga shu birinchi satrda kerak xolos. Keyin mana undan foydalanish, buni qilish uchun nima qilish kerak? Mana buni -2 ga ko'paytirib unga qo'shib yuboramiz. 0 ga aylanadi. -2 ga ko'paytirsangiz bu 4 bo'ladi. 4 ga bir 5 chiqyapti. Boshqalari o'zgaryapti, mayli. Lekin biz buni maqsadimiz buni hisoblayotganda birinchi satr bo'yicha yoymoqchimiz-da. O'sha qaysi satr bo'yicha yoymoqchi bo'lsangiz, qaysi qator. Ana shu yerda elementlarni 0 ga olib kelasiz. Mana agar bu to'g'ri kelmasa, men siz aytgandek, mana hozir kelmadi-ku mana to'g'ri. Buni -2 ga ko'paytirib qo'shib yubordim. Hammasini shu -2 ga ko'paytirib qo'shdim. Qoida shunaqa. Shunda keyin bizda shunday bo'lib, mana shu qator elementlari bizda nima bo'ldi? 0 ga aylandi. Keyin endi bu anaqamiz, xossamiz. 3-tartibga olib kelish uchun birinchi satr bo'yicha yo'yib yubordik. Birinchi satr bo'yicha yo'yib yuborgan paytimizda minus bor, -1 mana -1 turibdi. Keyin -1 ni 1 plus 4-si. Birinchi satr 4-ustun bo'lgani uchun ko'paytiramiz va shuni minorini topish uchun bu bilan buni nima qilamiz? O'chirib yuboramiz. O'chirsak, mana qolgani qoladi. 5 0 3 11 6 1 0 1 2 mana. Buni endi hisoblashni bilamiz.
Xohlasangiz buni ham biror bir qator elementlar bo'yicha yoyib hisoblaysiz. Xohlasangiz o'zini formulasi bor. Formulasi bo'yicha hisoblaysiz. Endi mana shu bilan demak mana shu bilan yakunlaymiz, xudo xolasa. Demak, o'sha aytganimizdek, leksiyani men tashlab qo'yaman. Kalendar rejani ham tashlayman. Bitta adabiyotlar bor, nimalar o'tish bor, qolgan narsalarni ham ko'ramiz. Endi mana ma'lum bir tanaffusdan keyin shu 14:30 da bo'ladi. T va 5 da amaliyot darsimiz ham bo'ladi. Demak, amaliyot darsida uchrashar ekanmiz. Qanday savollar bor? Ustoz, -2 ga qo'shdingiz-ku. -2 ga ko'paytirib qo'shdingiz-ku. Mana bunda. Aha. Mana bu yerda 11 keyin 0 qanaqa qilib keldi? Xo'p. Yana vaqtimiz tugayapti hozir. Demak, mana bu yerda mana bundan buni hosil qildik. Xo'p, bu yerda -2 qo'shgan paytimizda 5 bo'ldi. -2 ko'paytirsangiz, bu yerda endi bitta tak. -2 ko'paytirsangiz -1 bo'lishga bitta xato ketibdi. Bu xato qiymat. Bu xato ketibdi bu yerda. O hozir -1 pastdagisi 2 ni o'zi qolishi kerak, adashmasam. Bunda -2 ko'paytirsangiz 2 ni o'zi qolishi kerak. Mana shu ikkita elementda xatolik ketibdi. Bu ikkita elementda xatolik ketibdi. Bunisi -1 bo'lishi kerak. Masalan, -2 ko'paytirsangiz -2 ko'paytirib 2 ni o'zi qolaveradi. -2 ko'paytirsa -1 bo'ladi. Bu -1, bu 2 ni o'zi qolishi kerak, to'g'ri. Bu yerda xatolik ketgan. Rahmat. Lekin bu endi bu mana hozir misolimiz sal anaqa xatolik ketgan bo'lgani uchun, chunki sal bugun vaqtimiz sal cheklangan bo'lgani uchun misollar to'liq oxirigacha ko'rish bo'ladi, lekin qoida o'zgarmaydi. Qoida o'sha o'zgarmaydi. Masalan, biror bir xato elementlarini biror bir o'zgarma soni ko'paytirib, ikkinchisiga qo'shib, shunda bemalol kerakli sonlarni hosil qila olamiz. Agar даже bir o'zidan o'zi qo'shishga to'g'ri kelmasa, biror bir son ko'paytirib, bunda o'zgarmaydi. Mana yana anaqa deyapti. Zoomda ikkinchi vaqtimiz ham ozroq vaqtimiz qoldi. Shuning uchun endi anaqaga harakat qilishimiz kerak. Temur Olimovda savol bor ekan. Marhamat. Domla, keyingi darsimiz qachon bo'ladi? Har mana shu har seshanba men tashlab qo'ydim, mana e'lon bergan bo'lsam, har seshanba shu 4-para 13:00 da. Bo'ldi, tushunarli. Men o'sha e'lonlarni berib turaman. Endi qadrli talabalar, o'zlaringiz tushunasizlar, biz sizlar bilan ko'risha olmadigan, masalan, yuzma-yuz ko'rishmadik, keyin mana bu pandemiya bo'ldi, boshqa narsa bo'ldi, keyin juda katta yuklanmaslarda ham, menda ham. Shuning uchun birinchi darsimiz asta-sekin hammasi iziga tushadi. Savollar bo'lsa aytaverasizlar, sekin-sekin to'ldirib boraveramiz. Chunki boshlanishda endi har doim shunday bo'ladi-da. Dars bor deyapsizmi? Soat 14:30 da T va 5 uchun. T va 5 uchun amaliyot darsi bor. Men e'lon tashlagandim, faqat T va 5 ga. Chunki sizlar boshqa gruppalarda boshqa nimalar bor-da, o'zini darslar jadval bo'yicha bor. Xo'p, Erkinboydan eshitamiz, mana Farruxdan eshitamiz, marhamat. Qadrli talabalar, o'sha familiyani o'sha chatga yozib qo'ysalaringiz, yo'qlama o'rniga o'tadi-da endi. Kim kelganligini, familiya ismi sharifini gruppasi bilan. Men shu talabalar kelyapti deb o'zimga belgilab boraveraman. Yana qanday fikrlar? Erkinboy qo'l ko'tardi deyapti, chunki bunda ko'rinadi-da. Hali ruku, podнял ruku deganini bosyapti. Qanday savoli bor Erkinboyning? Ikkita talaba qo'l ko'tardi deyapti. Marhamat, savol bo'lsa. Seshanba kuni dars bo'ladimi? Har seshanba shu paytda leksiya. Yana Domla, shu Telegram gruppa nomeri. nima deyapsizlar? Yaxshi eshitilmayapti-da. Telegramdagi gruppamizga yozib olinglar, chunki ba'zilarini gaplarini eshitolmayapman yaxshi. Oxirgi savollarda eshitolmadim, yaxshi eshitilmadi. Shuning uchun Telegramda gruppamiz bor. Har bir gruppaga ochganmiz. O'sha guruhga savolni yozib oling, maylimi? Telegramda o'qib, o'shanga javob beramiz. Men sizlarga tushuntirdim, siz o'zlaringiz ham tushuntiribsizlar. Bu yerda texnik vositalar bor, masofa bor. Shuning uchun Telegramga yozsangiz, o'sha savol aniq ko'rinadi. Bo'ldi. Har seshanba kuni bo'ladimi dars? Har seshanba 4-para leksiya bo'ladi. Ma'ruza. Bo'ldi, tushunarli, rahmat domla. Demak, omad tilayman. Modulga kiringlar, o'sha gruppamizga seshanba kuni bo'ladimi?
Ha, oliy matematika Qosim Shuhrat Absamatovga kirsalaring, Qosim Shuhrat Absamatov dotsentga. O'sha yerda resurslar bor, foydalanasizlar. Telegramda gruppamiz bor. Omad tilayman hammalaringga, ishlarimiz barakasini bersin. Rahmat. Rahmat. Rahmat.